yana qaytadan uyish ahvoli ko'rilgan bo'lsa, bu shu bo'yin o'mirtasiniki nervlarni bosgandan keyingi ahvolida aniqlangan. 这个关键点在于我们去做的时候，一定要偏向于患侧。第二个，我们在敲击的时候一定要适度啊，不可能一下使劲往上砸，那患者可能会出现别的问题。Bunda diqqat qiladigan masala bizniki qaysi tarafda shu uyushish ahvoli ko'rilgan bo'lsa, bo'yinniki shu tarafga egilgan holatda bo'ladi. O'ng yoki chapga holatga qaysi chap tarafda bo'lsa shunga egilgan. Undan keyin urganda qo'limiz bilan urgan vaqtimizda qattiq kuchli bo'lib ketmasligi kerak. Kuchni kontrol qilish kerak va qattiq urishga bo'lmaydi. 第二个还是神经的啊，我们是臂从牵拉实验。Ikkinchisi tekshiradiganimiz kecha bir tekshirishni o'rgatib o'tdik biz ham fan ustoz. Qo'lni tortgandan keyingi boshni ikki tarafga qarshi yo'nalish bilan ittirish shu usulni. 这个刚才说，大概也是一遍。